Oya, dangasalarni xamir qasbi есть. Dangasalarni tushirasiz есть. Endi dangasalarni pittasini qilib bering bitta menga. Dangasalan pizzasi. Qo'lingni och. Pizza ham есть bo'ladi hozir. Boshladik. Значит так. Sutimizni idishga solib olamiz. Uni ichiga sushkalarni botirib olamiz. Sushkam cho'milguncha biz bu yog'ini to'g'rilab olamiz. Kichkina kolbasani cho'rkadan chiqaramiz. Mozzarellasini ham xuddi shunaqa qilib chiqarib olamiz. Kolbasani ichiga yorilib qolgan tuxumni chaqib olamiz. U ham uvol bo'lmasin. Ozgina ko'k piyoz. Buni yaxshilab aralashtiramiz. Mana, chiroyli qilib aralashtirib qo'ydik. Endi sushkalarimizni farshировка qilamiz bunga. Sushkalarni sutdan chiqarib, proteinga qo'yamiz. Sushkani olamiz. O'rtasiga mo'ljallab qiymani solamiz u proteinga qo'yamiz. Endi mozzarella sirri ham ustiga qo'yib chiqamiz. Mana mini pizzalarim tayyor bo'ldi. Endi buni duxovkaga bir 10 minutga qo'yib olamiz. Azizlarim, ketdik. Voh! Bu ajoyib san'at asari bo'ldi. Azizlarim, hozir buni endi tarelkaga olib yeb ko'ramiz. Deyimga nima deysizlar azizlarim? Oson, juda ham mazali и вообще hamma bolajonlarga birdek yoqadi degan umiddaman azizlarim. Mana hozir bolamizni sinab ko'ramiz. Bekzod. Oya. Qani bolam, yeb ko'rchi. Ha, bismillah. Oya, zo'r chiqdi-yu bu. Umurimda bunaqa pizza yemaganman. Oy jonim bolam. Ana mana shunaqa bolalaringizga qilib bersanglar, hammasi birdek yoqtiradi. Bismillahirrohmanirrohim. Endi bolasi yedi, onasi ham yesin, ha. Bismillahirrohmanirrohim. Mana, bolam sanatoriyasida mana shu. Bittada tiqish kerak. Joy darajasi bittada, osti olish kerak. Oson, ajoyib mini pizza izlarim osh bo'lsin. Yaxshi bo'lsizlar hammanglar. Faqat tomosha qilib o'tiraverasizlarmi? Chilonzor Shuhrat chorrahasida. Mana shunaqa bomba xonimlarga nima deysizlar? Buni mazza qilib yeb kompotlarimizda ichishga nima deysizlar? Hammanglarni kutadi Nargiz opa. Osh bo'lsin. Assalomu alaykum Chilonzor ahli, hammanglarni Nargiz opa sizlarni Shuhratdagi xonimxonada kutyapti. Manzilimiz Shuhrat chorrahasida, to'g'rimizda Evs bilan nomdor somsa. Xonimxonamiz salkam 12 soat ishlayapti. Men sizlarni hammanglarni yaxshi ko'raman. Xonimlarim asal. Sog' bo'linglar, kelinglar.